Men keldim. Dedem manchi? Kerak yo'ldadingmi? Yo'q. Bordarsingmi? Qizimga men shokolad olib keldim. Ana. Bitta vaqtilla. Xo'p, shu shokoladni kitob kelsangiz nima qilardi? Ona bola ekanlang, bizning ishimizga aralashmaylik, tushundingmi? Faqat shu qizlari kerak. Dadasi, magazinga borib kelaylik. Magazin yaqin, o'zing borib kel. Men uzoq joyga borishim kerak, ketishim kerak. Bekorga yurmayapman mashinam. Xo'p. Dada, ko'yib ketdik. Bitta dona marojnoy bering. Kakras onang do'konga ketdi, cho'p onang olib beradi. Men qiladigan ishim boshqa, ketishim kerak men. Ishim ko'p meni. Dada, batutka bo'ling. Batutka? Aylanay qizim. Oboraman-da, aylanay ketdik. Ana, qizcha jonimga tegdi. Gapirma, o'zimga qiz tug'dim desam, raqobatchi tug'ilman. Dadasi, shu qizingiz tug'ilganidan beri meni ham, o'g'lingizni ham unutdingiz. Odam ajratyapsiz, nimasini shuncha yaxshi ko'rasiz buni? Kimni yaxshi ko'rish, kimni yomon ko'rishni o'zim yaxshi bilaman, tushundingmi? Singlingni ham oldingmi? O'zi olsin. Nega ikkita olding? Bittasi dadamga. Ana, savolingga javob topdingmi? Sani men tuqqanman, dada emas. Meni dadam tuqqanlar. Ha? Yes! Ketdi qizim, aylanay. Sening haqqing yo'q.